Bugun sizlar bilan yaponskiy salat tayyorlashni o'rganamiz. Yumshoqqina go'shtimizni shunlatib to'rab olamiz. Qizib turgan yog'ga go'shtimizni solamiz. Go'shtimizni yarim qoshiq tuz bilan qurib olamiz. Bir dona chestukimizni yenchib, koreys tuz bilan go'shtning ustiga solamiz. Keyin aralashtirib, qapqog'ini bostirib, dimlab qo'yamiz. Qarasam, qo'hnamni kafeli kirib bo'lib ketibdi. Go'shtim pishunchada kafelni qartirisha boshladim. Hali ham shu monster bor ekan, baxtimiz deb hamma sapib chiqdim. Keyin shuning trapkammakka bir serib oldim. Ishonasizlarmi, shuning top-toza yopildab turdi. Ishonmasangiz o'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin. Endi sekin ham salata qaytamiz. Sabzavotlarimizni yaxshilab yuvamiz. Bodringimizni shunday to'rab olamiz. Har kim o'ziga yoqqanini turashi mumkin. Keyin burchimizni ham shunday to'rab olamiz. Burch alatirganlaringizda burchlaringizga e'tiborli bo'linglar, yumshoq bo'lmasin, qattiq bo'lsin. Pomidorimizni ham shunday to'rab olamiz. Tayyor bo'lgan salatimiz ustiga bir chesnak solamiz, keyin pishgan go'shtni so'lasi bilan solamiz. 1 qoshiq shakar, paprika, yarim qoshiq koreys tuz, 2 qoshiq soya solamiz, chili solamiz, keyin yaxshilab aralashtiramiz. Ko'rganlaringizdek dim oson, dim mazali bo'ladi, tayyorlab ko'ringlar.